Toshkentda fuqaro inspektorga pichoq bilan hujum qildi. 21-iyun kuni taxminan soat 14:30larda Uchtepa tumani 31-mavze hududida 2 nafar fuqaro tortishib qolgan va tomonlar o'zaro janjallashib ketgan. Janjal vaqtida fuqaro o'tkir tig'li jism bilan boshqa bir fuqaroga tan jarohati yetkazgan hamda hodisa joyidan yashiringan. Natijada jabrlanuvchi chap ko'krak qismining sanchilgan, kesilgan jarohati tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan hududiy profilaktika inspektori mazkur jinoyatni sodir etgan shaxsni topib, uni ushlash choralarini ko'rgan vaqtida o'sha fuqaro unga ham pichoq bilan tajovuz qilib, faol qarshilik ko'rsatgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida gumonlanuvchi daliliy ashyo bilan profilaktika inspektori va post patrul xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan hamda tergovga jalb qilingan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ichki ishlar organlari xodimlari tan jarohati olmagan. Mazkur holat yuzasidan Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi M bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.